To'g'ri. Salonlarga ham borishadi, oddiy lazerdan qilib olishadi. Undan juda ham ko'p побочный effektlar bo'lyapti. Juda ham ko'p осложнениялар bo'lyapti. Tibbiy yondashuv bo'lishi shart. Shart. Ha, mana shu joyda marketingga berilib qo'ymaymiz. Ochiq gap, lazerdan boshqa narsaga sepkil yordam bermaydi. Nega sepkil mavzusi hozir ko'paydi? Agar men sizni sepkilingizni yo'qotib berdim, chiroyli qilib berdim, ertaga siz quyoshdan saqlamasangiz, yerdan chiqqan qo'ziqorindek assalomu alaykum deydi. Bu effekti qanchalik davom etadi? Kunduzi namlantiruvchi krem va uni orqasidan 2-3 mahal SPF. Har 2 soatda. Assalomu alaykum, Andijon tibbiy diagnostika kuzatuvchilarimiz, bizning mijozlarimiz. Har doimgidek bugungi mavzu rubrikamizda Andijon tibbiy estetikamizdagi judayam chiroylik mavzu, judayam dolzarb mavzu. Go'zallarimiz, yaqinroq kelinglar. Sizlar uchun bizni Andijonimizda o'z ishini ustasi, mahoratli yondashuv, individual har biringizga yondashishga va'da bergan mutaxassisimizni taklif qildik. Nargiza Bahadirovna, bugun bizga vaqt topib kelganingiz uchun, mijozlardan tashqari sizni ushlab qolganligimiz uchun rahmat. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum hammaga. Nargiza Bahadirovna, bizni mijozlarimizdan bir nechta savollar bor ekan. Mana shu savollarni berishdan oldin mavzuni aytib o'tsam. Va boshlaymiz. Da. Mavzuyimiz bugun sepkilga, ya'ni vesnushka, kanapushka. To'g'ri. Da. Meni yoshligimda Kanapati degan multfilmimiz ham bor edi. Это qandaydir kimgadir yarashadi. Vesnushkalar bu chiroy ham deb bilamiz. No, kelgan savollardan shunaqa xulosa bo'lyaptiki, что bu judayam qizlarimizga diskomfort yaratadigan, chiroyiga xalaqit beradigan mavzu ekan. Shuning uchun bir nechta savollarni berib o'taman. Shunga javob berishingizni so'rab qolardik mijozlarimizni nomidan. Bo'ldi, kelishdik. Boshlanishiga sizga shunaqa savol borki, bugun lazer, kosmetologiyada ishlatiladigan lazer apparatlar haqida gap boshlasak, ilmiy yondashuv qayerda to'xtaydi-yu, qayerda marketing boshlanadi. Chunki bundan 1 yil oldin oladigan bo'lsak ham lazerlar mavzusi bunaqa ko'paymagan edi. Bunchalik rivojlanmagan edi. Bugungi kunda bizni markazimizdagi lazerlarda farqi boshqa lazerlardan qayerda ilmli yondashuvimizni aytib o'tamiz, qayerda marketing deya olamiz. Savolingiz uchun rahmat. Juda ham ommaviylashgan savol hisoblanadi. Sababi bu yerda hozir afsuski zamon juda ham ko'pchilik odamlar va klinikalar buni marketing qilib olishgan. Lazer bu marketing emas. Lazer bu yuzdagi, tanadagi muammolarda yechimi hisoblanadi. Davolash hisoblanadi. Ammo juda ham ko'p klinikalar arzon lazer sotib olishyapti. Afsuski, undan tashqari sertifikatga ega bo'lmagan lazerlar. Bu odamlarning tasavvurida lazermi? Bo'ldi, все. Lazer hisoblanyapti-da endi. Qanaqa bo'lgan taqdirda ham oddiy xalq buni tushunmaydi-yu. To'g'ri. Salonlarga ham borishadi, oddiy lazerdan qilib olishadi. Undan juda ham ko'p побочный effektlar bo'lyapti. Juda ham ko'p осложнениялар bo'lyapti. Shuni hisobiga lazer bu marketing emas. Bu faqat ilmiy yondashuv muammosiga qarab yechim. Ko'pchilik o'ylaydi, lazerda o'zining protokoli bor. Protokol bo'lib ishlasam, protokolga qarab ishlasam, u uchun vrach bo'lishim ham shart emas. Juda ham ko'p. Shuni hisobiga salonlarda ko'payib ketgan. Yaqinda klinikamizga bitta bemor keldi. 1 yillar bizda lazer olib ketgan. Bizning lazerimizda xuddi shu Toshkentga ko'chib ketgani hisobiga o'tgan hafta istoriyamizga shu qizni qo'ydik. U Toshkentga ko'chgani hisobiga bizni lazerdan Toshkentda oldi. Ammo salon sotib olgan u lazerda. Bu oddiy epilyatsiya. Salon sotib olgan qizlar protokol bo'yicha ishlagani hisobiga tuki battar o'sib ketdi.
Demak, individual yondashuv bo'lmagan. Shart, bo'lishi shart. Teri turiga, odamda fototipi bor. Fototipga qarab ishlash kerak bo'ladi, tukiga qarab ishlash kerak bo'ladi. U uchun baribir o'qish kerak. Epilyatsiya nima degani deb, epilyatsiyani любой qila oladi. Yo'q, noto'g'ri qilsangiz, undan battar sochlar asoratlanib kuchayib ketadi. Shuncha olgan muolajasi axir 2 marta oldi, kuchayib ketdi oxiri. Opa, sizga bir oyda bir bo'lsa ham faqat sizga kelamish, sababi siz to'g'ri davolagansiz. Afsuski, hozir lazerlarda prosta marketing qilib tashlashgan. Shuni hisobiga lazerda mendan bemorlar so'raganda, qanaqa lazerda qilasiz deb. Men lazerda nomini aytaman. Aytib, пожалуйста, ChatGPTga kiring, internetga kiring, ko'ring, dunyo bo'yicha sertifikatga ega, bir nechta sertifikatga ega. Arzon narsa emas, qaysi muammolarni yechyapti. Har bittasini o'rganib chiqib, ko'nglingiz xotirjam bemalol biz oldimizga kelishingiz mumkin. Undan tashqari o'zimizning diplomlarimiz bor. Именно bu lazerda o'rganganimiz to'g'risida sertifikatlarimiz ham bor. Har bitta muammoga qarash kerak. Da, mana shu joyda aytib o'tmoqchiman. Baribir nega buni lazer bilan meditsina degandan keyin lazer bilan ishlashlikka aynan mutaxassis, aynan vrach kerak. Mana shu joylariga hozir siz aytib o'tgandek, bu ham bir muammo deydigan bo'lsak, inson tanasidagi mavzu ko'tarilib muammo keltirayotgan bo'lsa, demak unga albatta ilmiy yondashuv, tibbiy yondashuv bo'lishi shart. Mana shu joyda marketingga berilib qo'ymaymiz. Shu yerda bizni kamera ortidagi yigitlardan iltimos qilar edikki, o'sha bemorimiz emas, mijozimizni nimalarini qo'yib ketsanglar mana shu yerga do'y posli so'zlari bilan haqiqatda biz storiesga bu qizni qo'ygan edik. Rahmat. Mana shunday haligi podrobniy javoblaringizga Nargizaxon, yana davom etamiz. Lazer usullarining parvarish kosmetologiyasi, inyeksiya prinsiplari bilan farqi nimada? Qachon lazer ishlaydi, qachon inyeksiya ishlaydi? Bularni doim alohida ishlatsa bo'ladimi yoki bularni qandaydir bitta kelgan konsensum, to есть точка приложенияsi bormi? Oxirgi gapingiz o'sha kompleks ishlagan, har bitta narsani kompleks ishlagani yaxshi. To'g'risi. Chunki men nafaqat trixolog, dermatolog, kosmetolog, dermatologiyada bizda umumiy davo bor, mahalliy davo bor. Umumiysiz mahalliyda foydasi yo'q, mahalliysiz umumiyda foydasi yo'q. Lazerda ham xuddi shunaqa. Agarki teri sifati bilan ishlasak, terining muammosi bilan ishlasak, imkoniyat boricha lazer ham qilish kerak va undan tashqari inyeksiyalar ham qilish kerak. Lazer yuz parvarishi zo'r, lazer kollagenostimulyatsiya zo'r, lazer teri namlanishi zo'r, ocharishi zo'r. Unga qo'shib vitaminlar olib tursa, unga qo'shib namlantiruvchi gialuronlar olib tursa, undan da 2 barobar kuchli ta'sir qiladi. Shunga har bitta muolajani kompleks olgani yaxshi. Ammo agar ertaga bayram yoki uydagilar bilmasligi kerak, dadasi ayasi so'kadi, qaynasi so'kadi, xo'jayini gapiradi, boshqa bo'ladi. Zo'r variant bu lazer. Sababi qizarmaydi, ishmaydi, bu narsalar bilinmaydi, muolajasini oladi, ketadi, ertaga bemalol to'yiga ketaveradi. U ham kollagenostimulyatsiya qilib, yuzni oziqlantiradi. Zo'r. Mana shu joyda bu savolni menimcha o'sha kosmetologlarga borgan mijozlarda bo'lgan devochkalarimiz, o'sha uchun agar siz inyektsionniy proseduralar olgan bo'lsangiz, u degani lazer bilan ishlamaydi yuzingizda degani emas. Sizlar bunaqa savollar bilan to'qnashgan bo'lsanglar, yo'q, sizlar bemalol lazer bilan ham foydalansanglar bo'ladi. Albatta mutaxassislarimizga uchrasanglar, qaysi nimada kombinatsiya qilish, qaysi protsedurangizga kombinatsiya qilishda tavsiya qila olamiz. O'shuning uchun qaytarib o'tamiz, bizning lazerlar yagona vodiyda sertifikatlangan va xalqaro miqyosidagi sertifikatga ega. To'g'ri. O'shuning uchun endi mana Vesnushka ana shu sepkillarga o'tsak. Hozir bu podkastni boshlashimizdan oldin bitta savol aytdik.
Nega hozir aynan qizlarimiz bu nimani dolzarbdek ko'rishyaptimi? Nega sepkil mavzusi hozir ko'paydi? Oxirgi oy nima sababdan hozir sepkilni gapiryapmiz? Sababi mana fevral oyi kimdadir qaysidir davlatlarda fevral oyi bu qish. Aha. Bizning fevral oyimiz bahor. Уже bahor boshlanyapti. Mana bugun ham havoimiz zo'r. Ammo sepkil quyosh yaxshi ko'radi. Quyosh sepkilni yaxshi ko'radi. Qancha bahorda quyoshi kuchaygani sari sepkil avj oladi. Juda ko'p ayollarimiz, sepkilli ayollarimiz qishda tinch yurib, oqarib ketdimi deb tinch yurganda fevral oyi shunday kelishiga Nargiz opa bir narsa sepkil qilaylik, bahor boshlanyapti, avj olib ketadi, qorayib ketaman deb shuni hisobiga hozir shuni oladigan bo'ldik podkastda. To'g'ri tushuntirish uchun bahor kirib kelyapti va sepkil avj olib ketmasligi uchun qana yondashuv qilishimiz kerak. Ya'ni sepkilni oldini olish. Ha, demak, biz hozir sepkil chiqishini kutmaymiz. Yo'q. Quyosh bilan terimiz nima bo'lib avjiga olishini kutmaymiz. Mana shu joyda sepkil protsedurasiga yozilamiz. O'zingizlarda kimni bu muammo bezovta qilayotgan bo'lsa, podelitsani bosib, ulashib qo'yamiz. Aynan Nargiz Bahadirovnaga telefon qilinglar, tez yozilinglar qabulga qizlar. Xo'p, Nargiz Bahadirovna, sepkil o'zi bu nima? Bu kasallikmi? Nega bundek bezovta qiladi ayollarimizni, не только ayollarimizni, sepkili bor insonlarni? Bu kasallikmi? Boshqa pigmentatsiyadan farqi nima? O'shunga bu oddiy holmi yoki kasallik? Tushunarli, savolingiz juda ham ommaviylashtirilgan hisoblanadi. Sepkil bu kasallik emas. Sepkil bu juda ham katta foiz, 100% deya olmayman, lekin asosiy bu nasldan naslga o'tadigan dog' hisoblanadi. Ya'ni genetik. Faqat genetik. Aha. Asosiy bu genetik. Sepkil orttirilgan, lekin menda yoshligimda sepkil bo'lmagan. Nimaga hozir 20 yoshimda paydo, 25 yoshimda paydo bo'ldi? Sizda genetikangizda shu narsa bor edi. Faqat bor edi. Faqat quyoshda bu avj olib ketdi xolos. Sepkil quyosh ko'rmagungacha chiqmaydi. Bola tug'ildi, bola biroz katta bo'ldi. Normadan ko'ra ozgina ko'proq bahor, yozda kunida yuzi ko'rib qolsa quyoshda, o'sha paytda naslda bo'lsa sepkil chiqadi. Uni iloji yo'q. Genetika orqali yo'qotishning iloji yo'q. Ammo bu kasallik ham emas. Bu dog' ham emas. Faqat shu joyda melanin hujayrasi biroz ko'p ishlaydi xolos. Ammo xlazma, melazma kasallikka kirmaydi. То есть unaqa pigmentatsiyaga kirmaydi. O'sha xlazma, melazmalar ham homiladorlikdan chiqadi, asabdan chiqadi, o't tufakdan chiqadi, teri kuyib qolishidan chiqadi, to'g'rimi? Dog'. U kasallik hisoblanadi. Bu esa nasl. Ammo shu naslda ham to'g'rilasa bo'ladi. Demak, nasl norma. Norma. Bu kasallik emas, bu chiroy. Keyin bitta mif bor. Sepkil faqat sariq odamlarda chiqadi degan. Как rıjий kanapati. Faqat sariq odamlarda chiqadi. Yo'q. Sepkil nafaqat sariqlarda chiqadi, balki bug'doy rang, qoracharoq boshqalarda ham sepkil paydo bo'ladi. Это просто mif hisoblanadi. Просто у них часто ko'proq avj oladi. Ko'rinishiga ko'proq hisobiga nima bo'lishadi. Ko'pchilik unga e'tibor bermaydi, lekin sariq odamlarda yaqqol ko'ringanni hisobiga, конечно, biz operatorimiz ham mana sariq, bu yoqda ham sepkili bor ko'rinib turibdi. Hozir ekran orqasida kulyaptilar. Bor. Demak, bu bolani tegishli mavzu ekan. Так что bitta patsientimiz bor. Xo'p, shunda biz sepkilni lazer bilan yondashamizda. Sepkilda to'g'risi odamlar har xil xalq tabobati qilishadi.
limon kislotasi, chayniy soda yoki bir narsalar Bu keyingi beradigan savol. Ha, chunki bu yerda shunaqa savol bor. Men ko'p batlar ichaman yoki oqartiruvchi kremlarni doimiy qishda ham to'xtatmayman, SPF surkayman. Mana shunaqa savollar juda ko'p edi. Bunda ham lazer qilishim kerakmi yoki u bilan qilish mumkin emasmi degan savol. Shart, eshitdinglar. To есть baribir sepkilga biz lazer bilan yondashamiz. O'rtoqlar, lazerdan boshqa narsa sepkilga yordam bermaydi. Ochiq gap, lazerdan boshqa narsaga sepkil yordam bermaydi. Xoh limon kislota qiling, xoh oqartiruvchilar surking. Limon kislota vasha battar kuydirib qo'yadi. Naborib kuchaytirib beradi. Istanchayin qilib Doqqa qarshi kremlar surishingiz mumkin. Avj olayotgan narsani prosta siz tormozlab turasiz xolos, vaqtincha. Asosiy narsa bu lazer hisoblanadi. Lazerda bizning nurimiz именно rang beruvchi hujayraga kiradi. Va bemorlarimga ham shu narsani ko'rsatamanki, men вот sepkil va oddiy teri. Teriga ursam urilmaydi. Sepkil yo'q joyda lazer urilmaydi. Umuman urilmaydi. Sepkilni o'ziga yuborsam o'sha joyi oqarishni boshlaydi. Va shu rangni o'ziga tortib oladi. Tortib olgandan so'ng bir haftadan so'ng bemorimiz уже sezadi sepkili ocharishini. Bu tibbiyot tarafdan yondashuv, lazer orqali ilgari yo'qdi unaqa imkoniyatlar. Instagram to'lib ketgan sepkilni ukollar orqali yo'qotish, pilinglar orqali yo'qotish, hammasi ertak. O'zim kosmetolog, o'zim bilaman. Bittasi ham yordam bermaydi. Lazerdan tashqari. Xo'p, shunda lazerga keldi, seans oldi. Bu ham kratность degani, to есть bir martada yo'qoldimi yoki bir necha marta kelish kerak bemor? Muolaja bir necha marta bo'ladi. Bittada yo'qotishda ilojisi yo'q. Ilojisi yo'q. Sepkil yo'qoladimi? Yo'q. Sepkil yo'qolmaydi. Sepkil ocharadi. Tasavvur qiling, sizda 100% sepkilingiz bor. 100% dan bitta muolajadan so'ng 40% qoladi. Ocharib 40% to'qa pigment qoladi. 40% pigmenti qoladi. Bu degani 60% ga ocharadi. Ikkinchi muolajada yana ocharadi. Uchinchida undan da ocharadi. Bu degani oxiri oppoq bo'ladimi? Yengil sepkillari bo'ladi, turib qolgan eski sepkillari ocharib ketadi. 10% qoladi xolos. Ha. Bo'ladi, tuziladi, yaxshilanadi. Kosmetikani bemalol suriladi, yengil mayda nuqtachalar qolishi mumkin xolos. Atak ocharib ketadi. Mana shu effekt 3 marta keldi bemorimiz, patsientimiz, mijozimiz. Men endi vrach bo'lganligim uchun ko'proq patsient deyapman. Mijozimiz keldi, 3 marta oldi, ochardi. Bu effekti qanchalik davom etadi? Qaytib chiqmasligi mumkinmi? Yo'q, qaytib chiqadi. Qaytib chiqadi. To есть buni effekti ma'lum bir vaqtgacha olib boradi. Ha. Balki mana shu savolingiz bordir, уже bordir, просто hozirdan уже bir yo'l javob berib qo'yaraman. Sepkilni ochartirdikmi o'rtoqlar? Ochartirganimizdan keyin shartli ravishda quyoshdan saqlanishimiz kerak. Shartli ravishda quyoshdan saqlanishimiz kerak. Nafaqat SPF surishimiz kerak. Keyin eskicha narsa bor, bizda bir marta ertalab surib qo'ysa 24 soatga yetadi deb o'ylashadi narsani. Yo'q. 2 soatda, особенно sepkilingiz bormi? Har 2 soatda yangilatib turish kerak bo'ladi. Birinchi. Ikkinchi, uyalmaslik kerak shlyapalardan, uyalmaslik kerak soyabondan. Sepkil kuzda, qishda tinchlanadi. Ocharishni boshlaydi. Men o'zimdan o'zim oqarib ketdim deydi. Sepkil juda ham dangasa narsa hisoblanadi. Tek qo'yib bersangiz uxlaydi, ocharadi, tinchlanadi. Ammo bahor kelishiga quyosh shunday sepkilga tushishiga assalomu alaykum deb yangi chiqib qoladi. O'sha joyizdan chiqadi. Shuni hisobiga agar men sizni sepkilingizni yo'qotib berdim, chiroyli qilib berdim, ertaga siz quyoshdan saqlamasangiz, yerdan chiqqan qo'ziqorindek assalomu alaykum deydi. Shuni hisobiga soyabon, shlyapa, SPFlar surtish va taqish unutmasligimiz kerak. Endi mana shu hamma bizni talablarimizni qildi.
protsedurani oldi, SPF'larni surkadi, soyabon ko'tarib yurdi. Shunda bu sepkillar masalan bu qishdan chiqishimizga mana hozir fevral agar ochartirib yubordi, chiqmadi, yuzim yaxshi yurdi, keyingi fevralgacha effektini yetkaza olamanmi? Fevralmi hisobi? 2, 3, 4, 5 yilgacha yetkazasiz. Aha, to есть agar to'g'ri keyinchalik o'zlarini o'sha protseduralarini, o'zini parvarishlarini yo'lga qo'yib olsa, demak, sepkil bilan o'sha bezovta bo'lganlar hammasi birinchi bergan savolga qaytib kelamiz. Juda ham ko'pinglarga bu mavzu qiziq edi. Eshityapsizlar, 3, 4, 5 yilgacha agar parvarishni to'g'ri qilib olsak, lazerdan keyin effektini ko'rsanglar bo'ladi. Yana bir savol bor ekan. Lazer olganimdan keyin terim yo'qolashib ketmaydimi? Yo'q, terini yo'qolashiga umuman daxlisi yo'q. Menimcha haligi aytganimiz pigmentni uradi lazer. Здоровый kojani ushamaydi, ya'ni sog'lom terini ushamaydi. Terini yo'qolashiga keyin bitta narsa bor. Bizda sepkil muolajamiz ichida terini ochartirish muolajasi bor. Aha. U shuni ichiga kirib ketadi. Bu degani, agar siz quyoshda biroz zagar olgan bo'lsangiz, yuzingiz to'qroq bo'lgan bo'lsa, birinchi ochartirish muolajasi qilib, uni orqasidan sepkilni o'ziga qiladi. Именно ochartirish muolajamizni o'zi kollagenni stimulyatsiya qiladi. Bu degani yangilanish bo'lib, terini immuniteti ko'tarilib, shuni hisobda yuzimiz ochargani hisobiga sepkilimiz ancha pastroq bo'lib qoladi. Bu naborot zo'r effekt, lekin yo'qolashiga umuman daxlisi yo'q. Demak, terimizga hech qanaqa ta'siri yo'q deyishimiz mumkin. Xo'p. Shunda qarang. Meni bitta narsa hozir o'ylantiryapti-da. Bu ayolni psixologiyasiga qanday ta'sir qiladi? Nimaga bunaqa reaksiya bildiradi sepkili bor ayollar? Почему они считают, что sepkilni olvorish kerak yoki nima? Вот siz nima deb o'ylaysiz? Вот mutaxassis, siz непосредственно shular bilan suhbatlashasiz, da. Mana shu umuman yo'qotib bering deyishi nima bilan bog'liq? Sepkil bu как бы kosmetologik defekt desak ham bo'ladi. Har bitta ayolda orzusi deyishimiz mumkin. Bu oppoq, tiniq yuz. Shuni hisobiga уже sepkil bormi? Tiniq bo'lmaydi-da yuz. To'g'risi, sepkil bu chiroy, kimdir uchun chiroy. Hozir moda ham bo'lib qolgan sepkil. Lekin chet elda biz ayollarimiz shundoq ham bug'doy rang va sepkil ko'paygani hisobiga ular betim dog', betim tiniq emas deb o'ylashadi. Shuni hisobiga bizi imенно O'zbekistonimizda sepkil bu ommaviylashgan muammo hisoblanadi. Muammo qilib olishyapti-da. Muammo. U muammo emasam, kasallik emas, prosta muammo qilib olishgan. Sababi yuzida dog'dek ko'rinadi bu narsa. Tushunarli. Biz ayollarimiz quyoshdan saqlamaydi, sepkili avj olib ketadi. Ular esa oppoq, tiniq yuz xohlaydi. Xo'p, ayollar, eshitganinglardek, mutaxassisimiz bor ekan, lazer apparatimiz bor ekan, muammo emas ekan, oqarib chiroyli bo'lishga yechim bor ekan, savollaringizga javoblar bor ekan. Tez mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Nargiz Bahadirovnaning qabuliga yoziling va bu savollaringizga javoblarni eshitdingiz. Endi nafaqat eshiting, o'zingizda ham his eting. Mana shu yerda his eting deganimda, Nargiz Bahadirovna, qancha davom etadi protseduramiz? Eng asosiy, naверное, bularda bunaqa savol bor. Og'riqlimi protseduramiz? Yo'q, aslo og'riqsiz. Lekin ta'sirchan bemorlarga og'riq qoldiruvchi qo'yib qo'yishimiz mumkin. Odatda men qo'ymayman. Lekin ta'sirchan juda emotsional bo'ladigan bo'lsa, чувствительный bo'ladigan bo'lsa, qo'yib qo'yamiz. Muolaja 15 daqiqadan uzog'i yarim soat ketadi. Biroz qizaradi. Keyin uyiga ketadi va bipantin surkab yursa bo'ldi. Kichkina yarachasi 2 kunda ko'chadi, o'ziga keladi, o'sha joy ochiladi. Oppoq bo'lib qoladi. Oson ekan-ku. Eshitganda juda ham oson. O'shuning uchun buni sizlar albatta o'zingizlarda qo'llab ko'ringlar. Kelinglar ATD estetik markazimizga. Nargiz Bahadirovna, rahmat javoblaringizga.
Mana shu joyda qizlarimizga nima tavsiyalar berasiz o'zingizdan? Bu savollarga javoblarni olishdi. Endi sizdan tavsiya. Go'zal ayollarimiz, sizlarga asosiy tavsiyam sepkili bor qizlarimiz uchun. Sizlarni quyosh judayam yaxshi ko'radi. Masalan, biz chiqsak, quyosh bizni yemaydi, ushamaydi. Sizlarni quyosh har bitta nuqtasini o'pib qo'yadi. Shuni hisobiga unaqa bo'lmasligi uchun dog'ga qarshi kremlar, vitamin C, glyutation sostavli kremlarni ishlatishga tavsiya qilaman. Faqat kechki payt. Ular faqat поддерживать qiladi, battar shu sepkilimiz kuchaymasligi uchun. Kunduzi namlantiruvchi krem va uni orqasidan 2-3 mahal SPF har 2 soatda. Unutmang, quyosh chiqqanda soyabon yoki shlyapa taqib yurish. Va iltimosga xalq tabobati qilmay qo'yinglar. Shunaqa holatlar kelgan, limon kislotasi, qattiq, chayniy soda ishqalashadi, dog'larni sepkillarni ochartirishmoqchi bo'lishib, yuzlarini kuydirib, dog'ni ko'paytirib, kasallikka aylantirib keladi. Xuddi shunaqa holat. Iltimos, unaqa qilmanglar. Hech narsa sizlar ko'rgan Instagram, YouTube'dagi hech qaysi biri to'g'risi yordam bermaydi. 100% garantiya beraman degan odam uchun ham yo'q unaqa narsa. Chunki men shu dunyo bo'yicha taniqli bo'lgan lazerlarda aytyapman, o'rtoqlar. 10% qoladi. Qanaqadir kremlar sizlarni yo'qotib beradi u narsa. Uni ilojisi yo'q. Agar u tabobatdan foydalanib, haqiqatda effekt olish ilojisi bo'lsa, menimcha sepkil degan mavzu ko'tarilmasdi. Va biz bu apparatlarda olmasdik, o'tirmasdik bunday qilib. O'shuning uchun Atada estetik doim ilmiy yondashadi, tibbiy yondashadi. Shuning uchun qizlar, kelinglar, o'zimizni asragan holatda chiroyli bo'laylik. Iloji bor-ku. Nargiz, rahmat. Rahmat katta sizlarga va o'rtoqlar, bir oy nari ham shu mavzuni Reelsga qo'ygandik. O'sha orqali qizlarimiz kelgan va sizlar bilan shu natijalar bilan hozir bo'lishmoqchiman. Bitta muolajadan so'nggi bizni qizlarimizning natijasi, xudo xolasa bu Reelsdan keyin ham, bu podkastdan keyin ham qizlarimiz kelganda, keyingi safar yana ular bilan bo'lishamiz. Bizni doim kuzatib turing. Like bosib tursangiz, bizni ko'plar kuzatishga imkoniyat bergan bo'lasiz va do и poslelarimizni qo'yib boramiz. Rahmat sizlarga. Nargiz, suhbat uchun kattakon rahmat. Bahor kelyapti. Xudo xolasa, bizni qizlarimiz sepkildan hammasi xalos bo'ladi. Mana shunday suhbatlarni tez-tez qilib turaylik. Sizga ham katta rahmat. Salomat bo'ling. Aziz kuzatuvchilarimiz, mana bunday qilib bizdagi podkastlardagi suhbatlarimizni keyingi podkastimizga kimni chaqiraylik? Qaysi mutaxassis bilan sizlarni muammolaringizga javob beraylik? Kommentariyda yozib qoldiring. Bizni kuzatishni davom eting.